muxlislar, san'atsevarlar, qo'llarni qarsaklar ila qizdirishingiz mumkin. Bravo! E'tiboringiz, e'tirofingizdan xursandmiz. Assalomu alaykum, qadrli ustozlar, hurmatli san'at shaydolari, aziz muxlislar. Bugun O'zbekiston Respublikasi Davlat Filarmoniyasida 89-mavsumi ochilyapti. Hademay bir yildan keyin filarmoniyani yoshi 90 ga kiradi. Shuncha yildan beri demak bu aynan filarmoniyada kimlar mehnat qiladi? Qanaqa ustozlarimizni mana shu filarmoniyani gullatib, yashlatib, o'z vaqtida juda katta, eng zabardast san'atkorlar faoliyat yuritib kelgan. Orada ozgina mana shu chekinish bo'ldi, filarmoniyada ham ozgina bir o'zini yo'qotadigan davrlari ham bo'ldi, lekin mana oxirgi 5-6 yil ichida juda katta yutuqlarga erishdi bugun filarmoniya. Bugun umuman filarmoniyamizni qo'lidan kelmaydigan ish qolmadi. Har qanaqa eng yuqori darajadagi tadbirlarni ham bemalol o'ynab kulib o'tkazishyapti, tashkil qilishyapti. Repertuari ham juda boy. Umuman butun respublikada bugun har bir viloyatda faoliyat yuritayotgan filarmoniya xodimlari yig'ib hammasini olib kelganimizda bu mana shu orqada o'tirgan orkestr menimcha shu 4dan biri shu mavjud filarmoniyadagi sozandalarimizni 4dan biri mana shu sahnaga siqqani uchun shularni zo'rg'a joylashtirdik. Lekin bugun shuncha odam xalqimizga xursandchilik ulashib, xalqimizni yaxshi kunlarida, bayramlarida sidqidildan xizmat qilishyapti. Lekin bugun bir narsani aytishim kerakki, o'sha og'ir davrlarda ham filarmoniyani eng o'sha bir e'tiborsiz qolgan bir paytlarda ham faoliyat yuritgan, har qanaqa manfaatni voz kechib, shu qalbi bilan, yuragi bilan shu san'atni yaxshi ko'rgan ustozlarimiz uzoq yillar, o'zbekcha aytganda, suv kelsa simirib, tosh kelsa kemirib, shu og'ir davrlarda ham faoliyat yuritishdi.